atiga $100, ya'ni 1.200.000 so'mga ham yaxshi mashina olsa bo'ladi desam ishonasizlarmi azizlar? Endi bo'ladi. Mana shu mashinamizda 1.200.000 so'm 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan. Ichiga 4 yoshli bola bemalol sig'adi, ixchamroq bo'lsa 5 yoshli bola ham o'tirsa bo'ladi. Sidinga kojniy qilib ishlangan, balonli yumshoq balon, plastmassa balon emas. Oldi fari o'chib yonadi, eshiklar ochilib yopiladi. Har bitta balonga bittadan motor qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni bu mashinamizda 4x4 qilib ishlangan. Ham gaz pedaldan, ham pultdan, masofadan boshqarishlar ham mumkin. Flash yo'g'ida xilma-xil muzikalar qo'yishlar bo'ladi. Bu knopkalargacha ishlaydigan qilib qo'yilgan bo'ladi. Kachilik funksiyasi ham mavjud. 1 yosh, 2 yoshli bolalarga bu funksiya juda ham yoqadi. Mashina o'zini oldinga orqaga kachilik qiladi. Buni bosib gazni bossa oldinga, bundoq qilib gazni bossa orqaga zanni bo'ladi. Komplektatsiyasida o'zini pulti chiqadi, masofadan boshqarish uchun hamda zaryadchiga hamda bokovoychasi bu joyga tiqib qo'yiladi, bokovoyi. Balon qotiradigan ключи ham bo'ladi. Mana shu mashinamizni 1 yoshdan 4-5 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Optim summasi 1.200.000 so'mdan. Yolg'on emas, haqiqatda ham shunaqa. Hozir men bu videoni tagiga, описаниесiga telefon nomerimni ham yozib qo'yaman azizlar. Joyimizda shunda mana shu bu Stroygorod bo'ladi, O'rizor bozor. Bu yoq tomon bu yoq tomon Nazarbeydan kelish bo'ladi, bu yoq tomon Abu Sahiydan kelish bo'ladi. Mana shu Stroygorodning to'g'risida yangi tushgan domlarning to'g'risidagi magazin, mana bunaqa sertsa qilib qo'ygan o'zi. Plakatga mana shuni to'g'risi, mana betongadan kelib, o'ng tomonida Avto Kids deb yozilgan 2 etajli do'kon manzilimiz bo'ladi. Xolisizlar o'zingizlar kelib do'konimizdan jivoy tanlab olib ketishingiz ham mumkin. Bu mashinamizni 1 yosh, 2 yosh farzandi bor mijozlarimiz uchun tavsiya qilamiz. Bemalol 2 yil, 3 yil, 4 yil ishlatsa bo'ladi. Yaxshi mashina. Uyaltirib qo'ymaydi. Qimmat mashina olib 3 million, endi 3 millionli 2 milliondan oshiq mashinani o'zi olishdan maqsad ikkita bola uchun mo'ljallangani uchun olsanglar bo'ladi. Sababi bularning ichiga ikkita bola sig'masligi mumkin. O'shaning uchun. Lekin bitta bola bo'lsa, 1 yosh, 2 yoshli bolajonlar bo'lsa, mana shu mashina olsangiz ham bo'ladi. Yaxshi mashina. Optim summalarda taklif qilyapmiz. Kimga shunaqa modellar qiziq bo'lsa, ushbu telefonlarga aloqaga chiqinglar. Biz hamma modellarni Optim summalarda taklif qilamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish eslardan chiqmasin. Tanish bilishlar bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'yinglar. Ular ham shunaqa Optim summalardan foydalanib qolsin, ularga ham foydasi tegadi.